Assalomu alaykum, Espresso podkastimizni kuzatuvchilar, xormaylar, charchamayapsizlarmi? Yangi podkast olgani keldik. Doimgiday gadoylarga o'xshab joy izlayver. Ya nima kulyapsiz? Doimgiday Boshidan gadoylarga chalg'itmangda siz. Assalomu alaykum, Espresso podkastimiz kuzatuvchilari, xormaylar, charchamayapsizlarmi? Yangi sonni yozgani keldik. Ko'chmanchi xalqqa o'xshab haligacha bir joyda qo'nim topganimizcha yo'q va bugungi lokatsiyamiz Sapienza universitetiga yaqin universitetlardan, parklardan bittasi. Hozir parkka aylantirilgan, vaqtida o'sha tarixiy shaxslardan bittasi Mussolinini villasidamiz va soyamizni berib turgan obyekt bu Misrdan keltirilgan obelisklardan bittasi. Xo'p, doimgidek yangiliklardan boshlaymiz. An'anaga muvofiq nima yangilik jahonda, o'zingizda, Rimda, hayotda? Shu Rimda yangilik yo'q, har doimgidek. Nechadir ming yildan beri yurgan Rim haligacha yuribdi. Hayotda kuchli o'zgarishlar yo'q, lekin afsuski Jahonda jahon bor. jahon tinchligi xavf Xavf ostida. Shunga hamma xalqlarga, hammaga tinchlik, musaffo osmon, xotirjamlik tilab qo'yamiz. Xo'p, bu podkastni ko'rganlar balki qanaqa xavf ostidaligini hali xabar topmagandir. Ozgina tushuncha berib ketaman. O'sha siyosiy vaziyat dunyoda og'ir. Amerika, Rossiya, umuman Eron, Isroil mana shunaqa katta siyosiy kuchga ega davlatlar orasida ziddiyat taranglashib boryapti. Va biz siyosatga uncha qo'shilmaymiz. Podkastimizni formati ham unaqa emas. Shuning uchun qisman yondashib ketdik. Xo'p, podkastimizni maqsadi nima? Bitta savolga javob topish maqsadida bugun bu podkastni yozamiz. Podpischiklarimizdan kelgan bitta savol bor va bu savol hozirgi kunda, hozir kecha kunduzda meni ham qiynayotgan savol va balkim bu sizlarga ham qiziq. Xo'p, savol qanaqa? Aka, Italiyada o'qidim. O'qigandan keyin qolib ishlab ketganim yaxshimi yoki O'zbekistonga qaytganim yaxshimi? Bir oy oldin graduation qilgan meni ham shu savol qiynayapti hozirgi kunda. Va Bu savolning javobi aniq, ravon va o'ta oddiy. Albattaki qolish. befarosat. Absolut befarosat. Okay, go on. Aka sizdi, rekording ketyapti. Yo'q, o'taman dedi. Menga qizig'i yo'q dedi. Men Italiyaman bu yoqda dedi. Qolish uchun sabablar ko'p. Chunki 3 yil davomida aytaylik student sifatida yurib, Italiyada faqat Italiyani bir qismini bir nuqtadan ko'rishga imkoniyat bo'ladi. Agar haqiqiy student bo'lib, o'qib, ozgina chetda dastavka yoki nimadir mayda-chuyda ishda ishlab nimadir qilgandan keyin. Lekin graduation bo'lganidan keyin o'ta ko'p yo'llar ochiladi. Masalan, birinchidan Cerco Lavoro Permesso di Soggiornosiga topshirsangiz bo'ladi. Bu siz o'qish jarayonini tugatganidan keyin Italiyada kamida yana 1 yil qolish sizga davlat ruxsat bergan ish qidiruvchi sifatida. Va ish qidirish jarayonida ish topsangiz, u 1 yillik Permesso di Soggiorno tugaganidan keyin ishchi permessosiga nechadir yillik permessosiga topshirish imkoniyatingiz ham bor va bu faqat aytaylik immigratsiya maqsadida yoki bir boshqa davlatda qolib ketish maqsadida emas, balki boshqa bir davlatni nuqta nazarini chuqurroq tushunib va boshqa davlatda eng yaxshi, eng zo'r qilib yurgan narsalarni tushunib olish maqsadida qolishni tavsiya beraman. Masalan, muhandislik yo'lida, injineriya yo'lida
Italiyani o'ta kuchli brendlari bor. Fiat, Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, Alfa Romeo. Alfa Romeo. Shularda aytaylik, yani 1 yil, 2 yil ishlab, o'zimizda 1 yil ishlagandan keyin, tajribani orttirib, O'zbekistonga qaytsa, maqsadga rioya bo'ladi. 3 yil yurib, bu yerda maktabni koridorlarini ko'rib, qaytib kelib, Italiyani spetsialisti bo'lish noto'g'ri deb o'ylayman. Ha, siz qolish kerak degan ma'noda yana qanchadir muddatga Yana qisqa deganda yana bir 3 yilcha yo qolib. o'sha ya'ni qolib ketish emas, ya'ni o'qishni bitirdingiz, aytgan hamma proseslarni qildingiz, dokument topshirdingiz va ishga kirdingiz. Ishga kirgandan keyin oilani mana shu yerda qurib, mana shu yoqda bola chaqali bo'lib ildiz otish emas, sizda qolish degan teoriyangiz yoqda qolib, masters o'qisa, magistraturani o'qisa, magistratura, ishlasa 2-3 yil praktika olib, tajriba olib, O'zbekistonga qaytish. Endi qaytish va yoki qaytmaslik O'zbekistonga o'ylayman, birinchi o'rinda Italiyani haqiqiy hayotini tatib ko'rgandan keyin tanlanishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Aytaylik, 3 yil aytganimdek, maktab koridorlarida yurib, velosipedda dastavka qilgandan keyin yo Italiya menga yoqmadi degan fikr bilan O'zbekistonga qaytib ketish ham to'g'ri deb o'ylamayman. Xo'p, endi mani pozitsiyam hozir misol menda ham o'zi qolish, tajriba orttirish, magistraturani o'qish, Italiya tajribasida olib O'zbekistonga qaytish mani o'zi asl maqsadim. Ammo lekin biroq O'zbekistonda berilayotgan sharoitlarni, imkoniyatlarni eshitib, hozir kecha kunduzda balki qaytish to'g'riroqdir degan qarorga boshlaganman. Qarorga kelish emas, shu fikr miyamga o'rnashib qolgan. Sababi avvalo daromad o'ylaydi hamma. O'qidim, ishlashim kerak o'zim sohamda. Xo'p, sizga masalan savol. Italiyada Sapienzada o'qiyapsiz yoki siz Tor-Vergata'da o'qiyapsiz. Bitirganingizdan keyin bu bola Tor-Vergata'ni o'qidi, bu top 300 talikka kirgan universitetda o'qibdi. Bu zo'r kadr, bunga eng kam oylik ish haqini mana buncha baravarda ustama to'laylar degan narsa bormi? Italiyada bu narsa yo'q, afsuski. Xo'p, nimaga men bu haqida so'rayapman? O'zbekistonda qonunchilikda hozir prezidentimiz qarori bilan top 100 talikka kirgan bakalavr darajasini bitirganlar bazaviy minimum bazaviy hisoblashdan 40 baravari magistratura uchun. Bakalavr uchun minimalkani 30 baravar deb shunchaki oyligingizga qo'shimcha to'lov ustamasi belgilangan ekan. Ya'ni deylik siz bordingiz 7-8 millionlik ishga kirdingiz. To'g'ri, Italiyada 1,5 ming, 2 mingdan yaqin pul topib yurgan bolaga 8-9 million deylik 700 euro tuyulishi mumkin. Va uni ustiga qo'shimcha siz deyarli yana 7 millionga yaqin, ya'ni yana o'sha 700 euroga yaqin ustama puli shunchaki olyapsiz. Va siz chetda o'qib kelgan maqomingiz hozirgi kunda bor, kuchli. O'zbekistonda baribir chetda kelgan odam desa boshqacha qarashadi haligacha. Ya'ni oldingi tushuncha qanaqa bo'lgan? Chetga Alish ham, Ro'zimurod ham, hamma ham ketmagan. Konkret eng zo'r kuchlilar chetga borib o'qib kelgan va biladi, o'zi chetda borib o'qiganmi, u bola kuchli kadr. Hozir bu tendensiya pasayishni boshlayapti, lekin haligacha bor. Ya'ni agar hozir siz borsangiz yoki men borsam, hech bo'lmasa boshlanishida probniy jarayonda sizni kreditlaringiz ko'proq, kartangiz kuchliroq bo'ladi. Va ishga kirasiz, 8-9 millionlik oylik, 6-7 millionlik ustama. Va karyera o'sishi juda tezlashgan hozir O'zbekistonda. Mening ishim bo'yicha mani o'rtoqlarim hozir davlat korxonalarida, xususiy sektorlarda ishlab, men bilan deyarli bir xil pul topishyapti. Vaholanki agar men borsam, men ham o'sha pozitsiyaga kirsam, men ulardan yana aniq belgilanganda bu prezident qarori bor. Siz u qarordan hech qaysi davlat tashkiloti, hech qaysi bir davlat qaramog'idagi ishxonalar bo'yin
olib qocholmaydi. Mhm. Rad eta olmaydi, chunki u prezident qarori kuchda, amalda bor narsa. Mhm. Mhm. Bu birinchi faktor. Mhm. Finansiy jihatdan va karyera o'sishi jihatdan O'zbekistonda imkoniyat ko'proq. Men nimaga bu narsani aytyapman? Bu yoqda mani unaqa kreditlarim yo'qda. Men Sapienzani o'qidim. Bu bola Sapienzani o'qigan, bir bo'lsa bu kuchli kadr degan tendensiya yo'q Italiyada. Mhm. Ish qidiryapman. Mana deyarli 2-oyga o'tdim o'qishni bitirib, Mhm. ish qidirish soha bo'yicha. Yangilik yo'q. Karyerning rosti o'ylaydigan bo'lsangiz, O'zbekiston hozir yaxshiroq. Men shuni o'ylayapman. Endi bu narsa birinchidan yo'nalishga ham bog'liq. Xo'p, O'ta kuchli bog'liq yo'nalishga. Aytaylik, mani yo'nalishimda kamida 3 oylik staj oshirish sharoitini topish man qiyin emas deb o'ylayman. Yoki bir ish chiqishi yo'q joydan to'g'ri qiyin. Italiya, Yevropada bu ish topish jarayoni o'ta og'ir hamma uchun. Italiyaliklar yoki bu Yevropaning boshqa davlatlari uchun hammaga qiyin ish topish hozir. Lekin ish topgandan keyin o'ylayman o'ta foydali joyi juda ko'p. Aytaylik, Italiyada nimadir ish topdingiz. Siz o'zingizda yo'nalishingizda aytaylik, Birlashgan Xalqlarda ofisiga bir stajga 3 oy bordingiz. U yerda siz Sapienza universitetini tugatgandan keyin ko'p narsadagi bilimga egasiz va bu bilimni praktikada o'zingizni ko'rsatib, u bilim nimaga kerakligini tushunib olgandan keyin qaytish niyatingiz bo'lsa, undan ham ko'proq foyda bo'ladi deb o'ylayman. Chunki u karyerangizni o'sishi siz prezident qarori yo bir tugatgan universitetingizdan tashqari o'zingizni bilimingiz va o'zingizni amaliy tajribangiz ko'proq rol o'ynaydi degan fikrdaman. Agar xohlagan joyingizga borib, mana shu yerga keldim, mana shunaqa narsa bo'ladi, mana shunaqa joyda ko'rganman, shunaqa qilib ko'raylik deb aytsangiz, shu narsani qilib ko'rgandan keyin siz aytganday yaxshiroq bo'lsa, albatta sizga yaxshiroq. qilib ko'rsarmikan? Endi bu qanaqa o'zingizni olib kelishingizga qarab, qaysi joyga ishga kirganingizga qarab, o'ta insoniy faktor kuchli rol o'ynaydi O'zbekistonda deb o'ylayman. Mani ikkinchi masala faqat karyerani tez o'sish haqida emas. Mani misol uchun ketish kerakligida. Deylik, o'zbekmiz. Bola chaqa qilamiz. Baribir juda haligi keng ko'lamda o'ylasak, nasl qoldashimiz kerak. O'zbekiston, o'zbekmiz, bizdan avlod qolish kerak. Keng avlod. O'zbekiston farzandli bo'ldingiz, uylandingiz, farzandli bo'ldingiz. Kechirib qo'yasiz, O'zbekiston bola o'stirishga eng tinch, eng xavotirsiz davlatlardan bittasi. Ya'ni meni nazarimda, chunki biz ham katta bo'lganimizda hech bir qiyinchilik ko'rmadik. Misol bola sifatida yo bir atrofimizda yomon bola yo'q edi. Ya'ni 12 yoshga kirganimda meni atrofimda misol uchun sigaret chekadigan, qizlar bilan yuradigan atrofimda odam bo'lmaganda, men bola bo'lganman 12 yoshimda. Lekin ko'rdik mana Italiyada. 12 yoshli bola sigaretda. 12 yoshli bolaning qo'lida pivo. Bor bu bo'lsin, hamma 18+ ishlarni qiladi. Albatta, ota-onasini oldida qilmaydi. 14 yoshlar. 12si ham bu. Ham 14 yosh. Majority. 14 yosh, xo'p, eng keyingi yerinde birat. Aniq yerinde. 14 yosh bolani keyingi 30 yillik, 40 yilligini tuzishdagi fundamentni haligi nima deydi? Betonlash vaqti kelgan bo'ladi-da. 14 yoshda sigaretni ko'rsa, 14 yoshda pivoni ko'rsa, 14 yoshda qizni ko'rsa. Bu tarbiya jihatdan nima fikrlarsiz? Xo'p.
deylik mayli siz 2-3 yildan keyin qaytamiz deyapsiz. Aha. Umuman yashab ketib qolsa, nima fikrdasiz? Qanaqa bo'ladi bola o'stirish? Endi balki bizda bola o'stirganlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa bo'lmagandir Italiyada. Lekin bola o'stirayotganlarni ko'ryapmiz-ku. Ishxonamizda bor, bola o'stirayotgan, atrofimizda bor. Boshqa bir davlatdan kelib, Italiyaga immigratsiya qilib, oila tuzib, bola o'stirganlarni bolasini masalan uchratganman, tanishganman, ko'rganman ahvolini, axloqini. To'g'risini aytsam, qolish maqsadi endi menda birinchi o'rinda karyera, bilim uchun. Lekin oila sifatida Italiyani yoki bir Yevropani ko'p davlatlarini tavsiya berishga odam qiynaladi. Chunki aytaylik, Misrdan kelib, Misr ham bir bizani madaniyatimizga yaqinroq davlat, Turkiyadan kelib, Erondan kelib bola o'stirganlarni ikkinchi avlod immigrant deb degan tushuncha bor. Shu ikkinchi avlod immigrantlar bilan tanishib, ishlab, bir kosa choy ichib, gaplashganda uje ancha farq seziladi va bularning ota-onasi ming bir harakat qilganda ham, aytaylik, uyda tarbiyasi 100% bo'lgan taqdirda ham, agar atrofda tarbiyasi 0 bo'lsa, bolaning tarbiyasi 50% bo'ladi. Bolani tarbiya qilish chet elda o'ta qiyin. Bunga sabablar ko'p. Aytaylik, bola hayotida ko'rib kelayotgan narsalarga agar ota yoki onasi o'zini hayotida ko'rmagan bo'lsa, unga maslahat berib, yo'l ko'rsatishga ancha qiynaladi. Italiyani muammolarini agar siz yoshligida ko'rib, unga bir yo'lingizni topmagan bo'lsangiz, siz bolaga nima deb tushuntirasiz? Qilma bu narsani. Qilma desangiz, bola aniq qiladi. Shunda bola oila tuzish niyati birinchi o'rinda oila bo'lsa, baribir ham oxir-oqibat O'zbekistonga qaytish yo'li bo'ladi. Taxminan 4-5 yoshlarigacha bu yerda katta qilib, yoki keyin qaytish kerak. 5 lekin limit. 5 dan keyin keyin shakllanib ketadi. Sal kech bo'ladi. Bolaga qiyin tushadi. Unaqa atrofini o'zgartirish. 5-4 yoshgacha uyda yurib, baribir ham uy asosi bo'lsa, 5-6 yosh, 7 yosh bo'lgandan keyin atrofida o'rtoqlari, o'zini hayoti uydan tashqari bo'ladi. Undan qo'porib olib O'zbekistonga tashlasangiz, bola o'ta qiyinchiliklarga uchraydi. O'shani tomoni ham bor-da, O'zbekistonga qaytdingiz, farzandli bo'ldingiz. Bog'chaga berasiz, yaxshi bog'chani topasiz, yaxshi bog'chaga berasiz. Albatta, ota-onaning tarbiyasi bo'ladi, uni usiz imkoniyati yo'q. Lekin ota-onadan e'tibordan chetda qolgan vaqtda 90% ko'nglingiz xotirjamda. Bolam bog'chada, o'rtoqlari bilan yoki bolam ko'chada, o'sha bolalar o'ynash maydonchasida o'ynayapti. Boshqa ortiqcha tashvishingiz bo'lmaydi. U nima qilyapti, nima ichyapti, kim bilan, o'rtog'i qanaqa, bir nima bo'layaptimi, qanaqa u bir tomonlama xavotiringiz, mas'uliyat emas. Tashvishingiz kamayadi. Qayta misol o'zim, men endi 23 yoshdaman. Hozir borsam albatta o'ylantirib qo'yishadi. Agar o'ylantirmasa, o'zim o'ylanib olaman. Farqi yo'q menga. Bo'laveradi. Xudo beraman desa 1 yildan keyin o'z bolali bo'lasiz. Shunaqa. O'sha ma'noda qaytish to'g'riroq. Bugungi qismda ingliz tilidagi asosiy so'zi peer pressure. Peer pressure. Ma'nosi nima, Bahodir? Atrofdagi environment nima deyiladi? Atrof muhit. Atrofdagi atrof muhitdan keladigan bosim. Aytaylik, yoshlikda 12 yoshlarda bu o'ta kuchli seziladi. Aytaylik, siz o'rtoqlaringizni ko'rsangiz, hammasi Coca-Cola ichyapti. Siz uyda ota-onangiz Coca-Cola o'ta shakari ko'p, senga mumkin emas deb qo'ysa, lekin
siz shuncha odamni ko'rsangiz, Coca-Cola ichayotganini, shulardan bittasi "Men senga ich" deb bersa, bola o'zini to'xtata olmaydi. Albatta ichadi. Shu peer pressure deb aytiladi. Shunaqa. Italiyada yo butun dunyoda bor narsa. Lekin O'zbekistondagi peer pressure'da sizga majburlaydigan narsasi boshqa. Bu yerda peer pressure element sizga boshqa-da. sizda umuman boshqa tarz. Misol O'zbekistonda eng og'ir keyslarni aytsak, Ha. umuman 11-12 yosh bola. Ha. Kattaga igratga PlayStationga boramiz. Kontrol o'ynaymiz. Kontur o'ynaymiz. U PlayStationga borish, kontur o'ynash o'zi taqiqlangan bo'ladi-da. Bu yoqda qanaqa bo'ladi? Bitta. Men akamdan ko'rdim bu haligi Zo'r narsa. zarar qilmaykan bu. Ha. Bitta tashlab ko'rqam. O'zi qonuniy qilishadi 1-2 yildan keyin. Ha, qiladi. Ketdi shu bilan bola. Shu bilan. Birinchi qadam qo'yildimi, yo'qda ikkinchi qadam aniq bo'ladi. Shu yo'lga qarab qadam qo'yilsa, u yo'l to'xtatish qiyin-da. Xo'p. Oldinlashib ketib qoldik. Karyera o'zi umuman ish topish masalalarini gaplashdik. Daromadchi? Men daromadni aytdim. O'zbekistonga borsam nima kutyapti meni? Sizni bu yoqda nima kutyapti? Meni nima kutyapti o'zi? Men bitirdim. Menga pul kerak. Necha pul olaman? Endi sizda yo'nalishingiz bo'yicha afsuski bir hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Lekin o'zimning yo'nalishim bo'yicha aytishim mumkin. Boshlanish 1500 atrofida chiqish ehtimoli katta va shu kompaniyaga o'zingizda yaxshi ko'rsatib, yaxshi kadrligingizni isbotlab olsangiz, u oshish ehtimoli katta. 2000 ga chiqish imkoniyati bor. 1 yil davomida va Italiyani kontraktlariga kelsak, bu o'ta muhim narsa. Aytaylik, siz universitet tugatdingiz, haqiqiy national kontrakt bilan ishlasangiz, sizda birinchi o'rinda shanba-yakshanbangiz bo'sh. O'zbekistonda ham bo'sh. Tredicissima, quattordicissima degan narsa bor. 13-14 oylik bor. Qayerda bor? O'zbekistonda. Feria pagat. Nechta? Balnishni haligi komandirovочный to'langan. Komandirovочный. Feria pagati. Feria. O'zbekchasi nima edi uni? Mehnat ta'tili. Ta'tillar Ta'til. nechta to'langan? Yo'q, ta'til emas. Отпуска. Отпуск necha pul to'lagan? Nechtasi to'langan? Hammasini to'laydi. Hammasi to'lanadi. Yo'q, qarang, bu yerda oylikda necha foiz to'lanadi? Aytaylik, 1 oy отпускка oldim. Yaxshi to'laydi lekin. Endi men misol foiz jihatdan eslolmayman O'zbekiston, chunki ishlamaganman. Lekin aniq bilaman, yaxshi to'laydi. Chunki отпускка chiqmaydi bo'lmasa odamlar. Si, grazie. Tranquilla, grazie. Ya'ni siz boshqa taraflardan ayting-da, siz o'zi injener sifatida aytsangiz, misol keltirsangiz. Injener O'zbekistonda ham shunaqa ishlaydi-da. Siz pastga tushing, ancha pastga tushing. Fakkino darajasiga tushib gapiring. Fakkino darajasida misol uchun 13-14 oylik ularda ham bu. Feria ularda ham to'langan. Da. Italiyada. Balnishni to'langan. Misol qilamiz O'zbekistonda. Bitta mehmonxonada ishlaydigan bitta bola. Uzr-to'y unaqa nimaligini ham bilmaydi u narsalar. Men shu tomonlama gapirsangiz, men argument bermasdim. Argument bera olmay qolishim mumkin. Lekin agar siz injener sifatida olib qarasangiz, injener sifatida olib qarab, sizga bitta o'ta muhim narsa aytishim mumkin, именно Italiya bo'yicha. Chaqliq ko'p ekan-a bu yerda. Injener sifatida именно Italiyaga tegishli bitta narsa, italyanskiy kompaniyaga kirsangiz, birinchi va eng asosiy o'rinda sizga nima kutib oladi? Italiya ish madaniyati. Sizda shanba-yakshanba kuni hech kim telefon qilmaydi. O'zbekistonda u boshqacharoq. Ishda nimasi
Ketishiga qarayver. Ish jarayonida aytaylik, xatoyingizga boshqacha qaraladi. Am, O'zingizda bossingiz bilan yo bir nima bilan a, boss bilan munosabatingiz, masalan, aytaylik, muhandisni bir haftalik ishi. Endi boshlagan muhandis. Bu ma'lumotlarni sizga shaxsiy tajribadan emas, balki xonadoshimiz tajribasidan aytaman. Ishga bordik. Ishga kirgandan sizga hech kim kompyuteringga o'tir boshla. Nima qilyapsan? degan gap yo'q. Bitta kafe, ishchilar bilan gap so'z sotib, sizga ozgina briefing beriladi. Keyin ishni boshlaysiz. Endi hamma ishda bor deb o'ylayman bu narsa. Birinchi 1-2 oy davomida siz aniq qanaqadir xato qilasiz. Kichikansizda. Narsa o'rganasiz. U universitet dunyodagi xohlagan universitetingiz sizga sразу ishga borgandan 100% 2 yil ishlab yurgan odamni ishlashga tayyorlay olmaydi. 1-2 oy davomida narsa o'rganasiz. U yerda xatolaringiz sizga yengilroq qaraydi. Sizni bossingiz bilan gaplashingiz umuman boshqa bir madaniyat nuqtai nazaridan gaplashiladi. U sizga bir teng bir odam sifatida. Siz ustingizda turgan bir Big Brother George Orwell novellalarida emas. Men bilaman, bu narsa O'zbekistonda ham qaysidir kompaniyalarda bor, lekin ko'pincha bizada nima deydi? Rus tilida nima bor? Gap bor, shunaqa как на иголках ходить. Qil ustida yurish. Qil ustida yurgan deydi. Bu yerda unaqa emas. Sal bo'shroq, ko'ngli bo'shroq, yengilroq qaraydi. Bu ish madaniyati bo'yicha Italiyada aniq bir bor narsa. Xo'p. To'g'ri, O'zbekistonda oldingi madaniyat, oldingi istalgan pog'onadagi rahbar nomini olgan, boss nomini olgan, o'zidan pastni ezish kerak bo'lgan vaqt zamonida. O'zi u boss bo'lmaydi. Bossligini bildirish kerak. Shunaqa. Endi biz eshitib katta bo'lganimiz bu. Bu ishlamaganmiz hali O'zbekiston. Disclaimer berib ketay, bu miflarni gaplashyapmiz. Konkret gaplashmayapmiz, to'g'rimi? Lekin hozir mif emas, haqiqiy bo'layotgan progressni aytaman. Toshkent. Men oldingi paytlari e'tibor bermagan ekanman. Men oxirgi marta Toshkentga bordim va Toshkentni men hozirgida xayolim o'sha vaqtda ham bor edi. Ishlash darajasidan tekshirdim Toshkentni. O'zim analiz qildim, qaysi tashkilotlarga bordim. Shunday uncha Yevropa davlatlaridan kulturni ishlab qo'yishi. Madaniyat xuddi shunaqa, borasiz resepsiyonda kutib olishadi, kofechani olasiz, xona beriladi. Yaxshi kadr bo'lsangiz, kadr yaxshi bo'lishingiz kerak. Borasiz, xonangiz bor, tayyor joyingiz bor, kofeni ichasiz, obedingiz aniq 2 soat obed. Chiqasiz 6 gacha yoki 5 gacha ish. Kollektiv bilan bir joyga borib o'tirib, ishdan keyingi suhbat hammasi bor. Tashkilotda agar to'g'ri tanlab bilsangiz, siz men aytayotganim yo'q, misol men ham boramanda aynan o'shanaqa tuzumdagi tashkilotga ishlayman deb. Yo'q. Xalqaro tashkilot qancha ko'paydi O'zbekistonda. Siz aytdingiz, bitta o'rtog'ingizda aytganingiz esimda bor. Bir oyoq Amerikada, bir oyoq O'zbekistonda hozir. Shunaqa ishga kirasizda. Agar siz kuchli injener bo'lsangiz, siz hashaki joyga o'zingizni birinchidan ravon ko'rmaysiz. O'zingizni darajangizdagi ish xohlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni demoqchi bo'lganim, sizga o'sha darajadagi sharoit, komfort qilib beradigan ishxonalar bor ekan hozir. Men shuni tushunib yetganim uchun, ya'ni men ham siz qatori ishlaganman bu yerda. Men ham Italiyani, Yevropani siz qatori ko'rganman. Menda tarozini pallasi ancha Yevropa bosib turardi. Lekin oxirgi Toshkentga bo'lgan tashrifim
balki tarozini haligi qilmagandir, ko'proq o'ziga og'irlik bosmagan, lekin qandaydir o'ynatib qo'ydi-da. Haligi tarozi, tosh tarozini bilsangiz, bir joyini bitta bosib qo'ysangiz, ozgina o'ynab qoladi-yu, mana bunaqa. Riskiy o'yin bo'lib qoldi. Ha. Hozir o'ziga kela olmayapti. Rahmat sizga. Balkim. Chunki ko'rganimni aytyapman-da. Ishlar, meni o'rtoqlarim bor, misol ITda ishlaydi, Birinchidan onlayn ishlaydi. Ish kompaniyasi Toshkentda, umuman u globalniy katta kompaniya, Toshkentda ham ochgan va shunaqa sharoit qilib berdi. Hozir Navoiyda o'tirib, shuni yaxshi daromad qilyapti. U ta'minlanib ham qo'yilgan, ya'ni kompyuteri, telefoni, planshetlari hammasi ish beradigan tomondan berib qo'yilgan. U bola kuchli kadr, men eng bilmadim hurmat qiladigan o'rtoqlarim o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, toplarda turadi. Kuchli bola. Kuchlimisiz? Sharoitingiz qilib berishyapti. O'sha narsani o'ylayapman. Xo'p, borsam, o'zimni yaxshi ko'rsam, to'g'ri korporatsiya, to'g'ri kompaniya tanlasam, o'sha atmosfera Italiyadagi atmosferadan ham balki yaxshiroqdir hozir O'zbekistonda demoqchiman. Bo'lishi mumkin. Ko'rganimda bu, sol bitta tashkilotga bordim. Xuddi o'shanaqa Nyu-Yorkda, Toshkentni bilasiz, o'zi dahshat bo'lib ketgan. O'shanaqa kompaniyalardan bittasi. Kirdim, holli bor, katta birinchi etaj. Ikkiga hammani o'zini xonalari bor. Lekin meni ko'rganim har kimning o'zini visioni bo'ladi-yu. Kirdim, o'zim sezim O'zbekiston emas-da, u men tanigan oldingi. Yo'qda ishlash boshqacha. Ofisni ish aniq. O'sha uchun tarozi o'ynab qolgandim. Gapni xulosasi, meni o'zimnikini berib ketay, gapim oxirida. Xo'p, agar o'zingiz kuchli kadrni biladigan bo'lsangiz, Toshkent, O'zbekiston va chet elda hozircha meni tushuncham bo'yicha deyarli bir xil darajada. O'sish darajangiz ham, daromad darajangiz ham, hayot darajasi ham Toshkentda ancha yuqori ekan. Men Toshkent haqida gapiryapman, shuni ham eslab qol. Endi meni xulosam bu narsalar endi birinchi o'rinda men hali o'qishimni tugatishim kerak. Sal cho'zilib ketdi. Lekin o'qish tugatgandan keyin o'zimga men hozir o'yladim. Bir oy research and development deydi. Izlanish va yuksalish. Izlanib, bor ma'lumotlarni to'plab keyin qaror kelishim kerak. Magistr nimasi o'qishim majburiy. Meni fikrimda injineriya nimasida, sohasida bu o'ta kerakli narsa. Shu narsa ish O'zbekiston hozir aytaylik har yil biz bir marta boramiz O'zbekistonga, meni ham Bahodir ham oilani ko'rishga va har yil kuchli o'zgarishlar bo'ladi. Kamida aeroportdan chiqqaningizda vizualni o'zgarish seziladi. Xalq madaniyati, ish madaniyati o'zgarishi endi afsuski 100% aniq ma'lumotga ega emasman hozir, lekin qaror kelish va aytaylik chorrahada turib qolsak, hayot chorrahasida va qanaqadir qarorga kelish kerak. Yaxshilab o'ylab keyin harakat qilish kerak bo'ladi va o'ylaganda siz aytaylik tog'a amakingizdan yo akalardan eshitgan yangiliklardan emas, hozirgi bo'lib turgan aktual hayotdan kelib chiqib qarorga kelish kerak degan fikrga keldim bugungi suhbatimizdan keyin. Shunaqa. Sekin yig'ishtiramizmi deyman. Sekin ketamiz endi. Hammaga xayr. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar, odam ko'payib ketdi.